$69,900. Ya, kenaya. Sizda unaqa arzon narxga Yo'q, xonadon qarang, mana chiqmaydi. ikkitasida ujga yashashyapti, bittasi pul yetishga berib yuboramiz. Bitta oxirgisini shunaqa narxga beraverasiz. Beramiz. U yoq uglovoyni beraverasiz kenay. Bor joyi. Uglovoy braslet qimmat bo'ladi, naborot kenay arzonga beraveradi. Yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Mana buni qaranglar, xo'llari katta, bemalol ikkita mashina sig'ib ketadi. Travertinlari qilingan, bu yoqda podvalga tushib ketadigan joyi, suv gazdan umuman muammo yo'q. Bu xonadonimizda mana xo'lni ko'ryapsiz. Yaxshi kraskadan qilingan. Bu yoqda ko'rayotgan kuxnasi o'zining televizorlariga ega bo'ladi. Bu yoqda zalimizda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yaxshi kraskalardan qilingan. Svetlarni yoqib ko'rsam, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 10 tomonida bitta lustra bilan boshlash kerak emas. Ko'rayotganingizdek, sanuzlar yaxshi kafellardan qilingan. Xo'p, bu yoqda bitta spalnimiz o'zini sanuzliga ega bo'ladi. Xo'p, 10 tomonida detskiyimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizda siz keladigan bo'lsa, Toshkent postidan 9 kilometr kirganimizda shundoq To'lebek masjidining yonida joylashgan. Bu yerda yana bitta xonamiz, har bitta xonamizda shunaqa televizorlarga ega bo'ladi. Yaxshi kraskadan qilingan. Shunda To'lebek masjidining yonida joylashgan. Kimga qiziqsa, pastga telefon qilib, tez baraka qoramiz, suv, gaz, svetda umuman muammo yo'q. Tez baraka qoramiz.